Farzandingiz bilan shug'ullanayotganingizda sizda ham shunday holat bo'lib turadimi? Siz savol berasiz, bola esa jim. Siz esa shu jimlikdan bezovta bo'lib, gapni davom ettirib yuborasiz yoki bergan savolingizga o'zingiz javob berishingizga to'g'ri keladi. Bu holat deyarli har bir onada bo'ladi. Lekin bilasizmi, shu jimlik aslida bola miyasining eng faol ishlayotgan onlari bo'ladi. Va bugun men sizga shunaqa bir ilmiy qoidani aytamanki, uni hayotingizga tatbiq qilganingizdan keyin farzandingizning nutq chiqishi sezilarli tezlashadi inshaalloh. Bu 10 soniya qoidasi. 10 soniya deganda shunchaki oddiy sonlarni tushunmang. Bu bolaning miyasi so'zni qabul qilishi, ma'nosini tushunishi, javob tayyorlashi uchun kerak bo'ladigan tabiiy vaqt hisoblanadi. Biz kattalar bir so'zni eshitamiz va darhol javob qaytaramiz. Bola esa bir necha bosqichdan o'tadi. U eshitadi, tushunadi, xotiraga joylaydi, sharoitga mos javob izlaydi, til markazlari javobni shakllantiradi va keyin uni talaffuzga chiqaradi. Bu jarayon kattalarnikidan 3-5 baravar sekin. Shuning uchun ilmiy tadqiqotlarda shuni aniqlashgan. Bolaga gapirgandan keyin 8-12 soniya jim turilsa, bola javob qaytarish ehtimoli keskin oshadi. Xuddi shunday, Goldstein va boshqalar tomonidan o'tkazilgan bir tadqiqotda ham onalar bolaga gapirgandan keyin pauza qilib boshlaganda, bolalar ko'proq tovush, ko'proq so'z chiqara boshlagan. Nima uchun? Chunki 0-3 yoshdagi bola muloqotni turn taking, ya'ni navbat olish bilan o'rganadi. Turn taking til rivojining eng kuchli prediktori, ya'ni oldindan aytib beruvchi omil hisoblanadi. Va bu navbat qabul qilib olish jarayoni tabiiy ravishda 10 soniyaga cho'ziladi. Siz sezmaydigan va doim takrorlaydigan xato bor. Masalan, ona so'rayapti: "Bu nima?" Bola jim. "Nima edi? Mashinami?" "Qara, mashina." Sezdingizmi? Hech kim atay qilmaydi albatta, lekin siz gapni davom ettirgan sekunddan boshlab bolaning javob berish imkoniyati yopiladi, harakatdan to'xtaydi. Bu xuddi eshigingizni ochib ulgurmasdan kimdir uni qayta yopib qo'ygandek. Bola javob berishga ulgura olmaydi. Va yana bir oddiy misol. Siz aytasiz: "Qani topchi, bo'l qani?" Bola sizga qaraydi, qo'liga qaraydi, atrofga qaraydi, o'ylayapti. Bu jarayon 7-10 soniya bo'lishi mumkin. Agar siz 2 soniyada javobni o'zingiz aytsangiz, bola bu imkoniyatni yo'qotadi. Lekin siz jim tursangiz, o'sha jimlik ichida bola javob so'zini izlaydi. Topsa, bu uning g'alabasi, til markazi mustahkamlanadi. Topolmasa ham u o'rganadi, javob berishga harakat qiladi. Miyasi ishlashiga imkon beriladi kamida. Bu qoidani bir hafta qo'llagan onalarning deyarli barchasi shuni aytishadi. Ilgari bolam jim turardi, hozir bo'lsa ovoz chiqaryapti javob sifatida. Tovushlar ko'paydi, hatto kichik so'zlar paydo bo'lyapti. Bu shunchaki sekin-sekin gapirish emas. Bu bolaning miyasi rivojini rag'batlantirish. Qoidani qanday qo'llash uchun sodda ko'rsatma beraman. Shunchaki 3 ta harakat. Savol yoki jumlani aytasiz, tabassum qilib bolangizga qarab turasiz va 10 soniya jim kutib turasiz. Shu xolos. Bu vaqt sizga uzoq tuyulishi mumkin, lekin bola uchun aynan shu eng qulay va eng samarali. Va eng muhimi, 10 soniya ichida siz hech narsa qilmaysiz, yordam bermaysiz va shoshmaysiz ham. Onajonlar, esda tuting. Biz gapirganimizda emas, biz kutganimizda u mustaqil so'z aytishga harakat qiladi. 10 soniya bu kichik tuyuladi, lekin bola miyasi uchun bu imkoniyat eshigi. Bugundan sinab ko'ring. Bolangizning javob bera boshlaganidan ko'rib hayron qolasiz. Tajribalaringiz va natijalaringizni yoki savollaringizni kommentlarda kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.